Ayb ayolda emas. Uni shunday qilib qo'yishdi, qoraytirishdi, ko'nglini ham, rangini ham. U bir paytlar gul edi, nozik, mehribon, har bir so'zi go'zal va yoqimli. Ko'zlari orzuga, yuragi muhabbatga to'la. Ammo bir kun kelib, u kulishni unutdi. Ko'zlarida charchoq, yuzida qattiqlik paydo bo'la boshladi. Chunki sevilmagan ayol qattiqlashadi. Eshitilmagan ayol baqiradi. E'tiborsiz qolgan ayol esa boltaga aylanadi. Endi u sukut qilmasdan qattiq gapiradi. Endi u chidamaydi, toqat qilmaydi. Chunki unda muhabbat emas, yig'ilib qolgan og'riqlar gapiradi. So'ng shikoyat boshlanadi. Ayol o'zgarib ketdi, ilgari unday emasdi. Yo'q, u o'zgarmadi. Uni ko'ngliga qaralmadi, tushunilmadi, vaqtida eshitilmadi. U atrofidagi to'nkalar sabab chinakam o'tkir boltaga aylangandi. Sababi esa uning yonida oila degan mas'uliyatdan qochadigan bir to'nka turgan edi.